Ayolim va bolalarga syurpriz tayyorladim. Kelayotgan Yangi yil bayramiga bolalar xursand bo'lishi uchun uylarni o'z qo'llarim bilan bezatib, bayram shukuhini yaratmoqchi bo'ldim. Qo'limdan keladimi, yo'qmi? Endi buni video oxirida ko'rib baho berasiz. Ayolim va bolalarni buvisinikiga yuborib, uyni bezatishni qayerdan boshlashni bilmay joy tayyorladim. Archani yig'ish va uni xonani qayeriga qo'yishni topgunimgacha ham 3 soat ketdi. Endi navbat chiroqlarga, pardalarga chiroqlarni qo'shlab chiqmoqchi bo'ldim, lekin xunuk bo'lib qolgani uchun bir qavat pardani yechib tashlab, chiroqlarni osib chiqdim. Ana endi sal bo'lsa ham ishim ko'rinishni boshladi. Archa o'yinchoqlar ilib chiqish qiyinchilik tug'dirmadi. Uyda o'tirib shuncha narsani qayerdan sotib olding desangiz, bir ilovasidan sotib oldim. Bir ilovasida nafaqat xaridlar qilishingiz, bayram oldi kerakmas buyumlaringizni sotib va shu yerni o'zidan yaqinlaringizni xursand qilish uchun sovg'alar olishingiz mumkin. Eng muhimi ishonchli va hech qanday o'rtakashlarsiz. Siz ham super otaga o'xshab uyingizni bir bilan bezating. Xullas, qo'ldan kelgancha kuni bilan xonani bezatib chiqdim. Ayolimga, bolalarga yoqarmikin? Ular xursand bo'lisharmikin? Sizgacha bu qilgan ishim yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, voy super ota, bilmagan narsangiz yo'q deb komment yozib keting, xursand bo'laman.